Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. 100+ loyihasining navbatdagi soni orqali sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan baqoyatda xursandmiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari. Katta rahmat avvalambor muftiy hazratlari biz bilan bugungi suhbatga vaqt ajratganingiz uchun. Biz bugungi suhbatimizni butun xalqimiz yil davomida orzu qilib kutadigan o'sha poklanish, e'tiqod, qolaversa saxovat oyi bo'lgan mana shu Ramazon oyi arafasida suhbatlashyapmiz. Biz yaxshi bilamiz, bu yurtimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan har yili mana shu muborak oyni bir munosib ravishda o'tkazishga alohida e'tibor qaratiladi, maxsus farmonlar, qarorlar qabul qilinadi. Biz bu yilgi Ramazonni qanday kutib olyapmiz? Mana shu savolga bir javob berishdan boshlasak. Marhamat. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimizga barchamizga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ayni bu muborak oylar arafasida, Ramazon oyi arafasida suhbat qilishlik albatta bu xalqimizga mana shu Ramazon tuhfasi bo'ladi inshaalloh. Ramazon oyi haqiqatda ham hamma mo'min musulmonda qalbiga bir xursandchilik, bir farah olib kiradigan oy. Ayniqsa mana shu keyingi yillarda biz guvoh bo'lganimizdek, bu yangi O'zbekistonda Ramazoni ham, hayitlari ham yangicha bo'lyapti-da. Butunlay o'zgargan. Uni shukuhi ham, uni qadriyati ham. Chunki biz bilamizki, muhtaram prezidentimizning eng katta oldiga qo'ygan shiorlari bu inson qadrini yuksaltirish. Bu qadriyat. Ramazon ham qadriyat, bu necha asrlik qadriyat. Albatta. Bir paytlar Ramazonda bunday darajada kutishlik hayollariga ham kelmasdan o'tib ketgan ajdodlarimiz bor. Ramazon haqida gapira olmasdan, hatto ro'zadorligini bildirmasdan o'tib ketganlar. Allohga shukr, bugun mana shunday farovon, hamma qadriyatlarimiz qadrlanadigan davr bizga Alloh berdi, katta bir ne'mat. Albatta bu yilgi Ramazonni nihoyatda katta bir quvonch bilan kutib turibmiz. Har yilgidan ko'ra ham yangicha, shukuh yangicha, farah bilan o'tkazishlikni orzu qilyapmiz. Ramazon oyi o'zi har yili o'zgacha kelyapti. Mana siz hozir aytib o'tdingiz, Ramazon oyi kirishligi bilan davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz tomonidan Ramazon oyini munosib o'tkazish to'g'risida qarorlar qabul qilinadi. Men tajribamdan va kuzatishlarimdan shu narsani o'rgandimki, dunyoni biror mamlakatida shunaqa qaror chiqmas ekan. Ehtimol hayit to'g'risida chiqar, qayerdadir hayit qilish to'g'risida, lekin Ramazon oyini to'laligicha munosib o'tkazish to'g'risida davlat rahbarining qarori yo'q. Hech qayerda. Mana internetda ko'rib, kuzatib, tekshirib ko'rsa ham bo'ladi. Chunki bu haqiqatda ham muhtaram yurtboshimizni nihoyat darajada o'sha inson qadri, bu yurtimizdagi vijdon erkinligini ta'minlashga qilayotgan e'tiborlari. Va bu qaror o'zi bir alohida butun mana shu O'zbekistonda yashayotgan mo'min musulmonlardan tortib mas'ullarni ham bir jonlantiradigan, Ramazonni munosib o'tkazishga bir tayyorgarlik ko'rishlikka undaydigan qaror bo'ladi. Chunki qarorda alohida ko'rsatilib o'tiladi. Mana shu Ramazon oyini yuksak insoniy qadriyatlar asosida o'tkazish va qadimdan kelgan urf-u odatlarimizni e'zozlash, aytaylik o'sha kam ta'minlanganlarga ta'minlash, o'tgan yili hattoki qarorlarida Ramazon oyini saxovat oyiga aylantirish maqsadida hatto tolibi ilmlarga, ilm ahllariga, o'qiyotgan taliblarga ham mehr muruvvat ko'rsatishlik qo'shilib ketildi. Va kam ta'minlangan oilalar, muhtoj oilalar hammasidan xabar olishlik, ya'ni Ramazonni ham ibodat oyi va shuning bilan birga mehr va muruvvat oyiga aylantirishlik mana shu qarorda aks etgan. Bu yil ham biz Ramazonda shunday bir shukuh bilan kutib turibmiz, Alloh nasib qilsa, va o'z o'rnida O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimi ham Ramazonga puxta tayyorlanyapmiz. Chunki bu biz uchun aslida e'tiborli oy musulmonlar idorasi. Va men bugun bir narsani nima desam bo'ladi, bir faxrni tuyg'u qilyapman, shuni aytmasam bo'lmaydi. Bilasizmi,
dunyoni biror davlatida yo'q tajriba bizda bo'lyapti. Mana 2-3 yildan beri. Hozir mana 1760 ta masjidimizda xatmi Qur'on bo'ladi. Tarovihda. Bu nima degani? Bu Qur'onni boshidan oxirigacha, avvalidan oxirigacha namozda tarovihda turib o'qib chiqilishlikda xatm deyiladi. Bir paytlar mana shu xatmlarga ham iloji bo'lmagan. Yaqinda ham mana shu 2015-yil, 2016-yilga qadarlar ham sanoqli joyda xatm bo'lardi. Keyin un chegara bo'lardi. Masalan, 10 kunda tugatasan, 5 kunda tugatasan. Endi 30 pora Qur'onni 5 kun, 10 kunda tugatish juda mashaqqat. 4 soat, 5 soatga turish kerak buning uchun. Hozir nima qilinyapti? Hozir respublika bo'yicha hamma masjidimizda Laylatul Qadr kechasida 26 dan 27 ga o'tar kechasi xatmona bo'lyapti. Ya'ni xatm tugayapti. Va yana bir narsaki, butun masjidlarimizni hammasida bir xil o'qiladi. O'qiladigan sahifalari, juzlari, poralari bir xil. Masalan aytaylik, Qoraqalpog'istonda Nukusda masjidga kirib tarovih boshlagan odam bir ish bilan Toshkentga kelib xohlagan masjidga kirsa, o'zida eshitgan joyidan eshitib ketadi. Chunki Qur'onni eshitish maqsadimiz. Va men bugun nimani aytmoqchiman? Shu tadbirimiz dunyo bo'yicha yagona bo'layotgan tadbir. Bu ham aslida muhtaram prezidentimizning tashabbuslari. Chunki prezidentimiz menga o'zlari aytganlarki, bu tarovihlardagi bu xatmlar, bu Qur'onlarni ham bir tartibli qilib, chiroyli qilib o'tkazsa bo'lmaydimi degan edilar-da. Chunki bilasiz, oldinlari bu juda qiyin. Hatto bugun mana bu masjidda xatm ekan desa, 100 minglab odam yoqqa keladi. Ertaga bu yerda, indinga bunday juda qiyin ahvol. Hozir hamma o'zini masjidida. Juda ham tartibli Juda bo'lyapti. tartibli, qayerga borsa. Va bu narsani mana butun dunyoda ulamolari majlislarda bo'lsin yoki boshqa muftiylar bilan ko'rishganda taajjub qilyaptiki, bu tajriba qanday? Endi Imom Buxoriy yurtida bo'lishi tabiiyda bu narsa deyapti. Haqiqatda ham hech kimda xayolida yo'q narsa. Butun dunyo tan olayotgan va qoyil qolayotgan bu tadbir bo'ldi. Hamma joyda bir xil o'qiladi va natijada ham tezroq tugaydi, chunki muddati cho'zilganini hisobiga ertalab odamlarda ish faoliyatiga ham xalaqit qilmaydi va qiroatni ham sal chiroyliroq o'qitiladi. Chunki bilasizki, prezidentimiz Qur'onga muhabbatlari o'zgacha, doim aytardilar, buni eshitish, buni eshittira bilish kerak odamlarga. Mana shu narsani Ramazonda qilinyapti, alhamdulillah. Hozir shu tayyorgarligimiz bilan biz barcha masjidlarimizni Ramazonga munosib tayyorlash, qoralarimizni ajratish va bizda O'zbekiston musulmonlar idorasida Qur'on va tajvid o'rgatish bo'limi ochilgan. Bunaqa bo'lim yo'q boshqa joylarda. Va bu bo'limimizda o'sha Qur'onning mutaxassisi bo'lgan Alijon qori va boshqalar, mana haqiqiy mutaxassislar birma-bir o'sha qorilar bilan ham suhbat qilib, ularga o'sha o'qishni rejalarini qilib beryaptilar. Inshaalloh bu yilgi Ramazon yanada ko'tarinki kayfiyatda, yanada fazilatli, yanada shukuhli o'tishini niyat qilib turibmiz. Hurmatli muftiy hazratlari, hozirgi fikrlaringizni eshitib, mana shu yurtimizdagi fayz, barakaning ham hammasi mana shu duolar bilan, mana shu xalqimizning hamjihatligi. Qolaversa, mana shu oyga tayyorgarlik bu faqatgina diniy idoraning emas, balki mana masalan o'sha iftorlarimiz bor, saharliklarimiz bor. Umuman mana shunga ham har jihatdan tayyorgarlik bizda boshqa mamlakatlardagidan yaxshiroq bo'ladi bizning nazarimizda. Mana bozorlarimizdagi to'kinchilikni ko'rib, ko'pchilik hayratga tushadi. Shu bilan birga baribir ba'zida bir ko'rib qolamiz, ozgina mana shu endi tushunmasdan, balkim mana shu saharlik deymizmi, iftorlarni ko'z-ko'z qilish. Keyin ba'zida mana shu bozorlarimizdagi tadbirkorlarimiz ham mana shu mavsumdan qandaydir bir nima deydi endi, foydalanib qolish deymizmi, tushunmaslik deymizmi, mana shu narx-navolarga ham ba'zida bu bozorlardagi to'kinchilik albatta o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Bu masalan mana kecha muhtaram prezidentimiz Pokistonga borib keldilar. Biz bundan bir oy oldin Pokistonda bo'lganimizda bizni mana shu o'zbekistonlik vakillarimiz Pokistonda ba'zi bir xil mahsulotlarni olib kelish bo'yicha o'sha shartnomalar imzolash uchun borganini ko'rdik. Demak, muhtaram prezidentimiz har doim mana shu xalqimizni
nima deydi, to'kinchiligini, farovonligini, bozorini arzon qilish yo'lida qilinayotgan mehnat bu. Shu ma'noda bugun baribir mana shu masalalarga ham ozgina bir to'xtalib o'tsak, menimcha foydadan xoli bo'lmasdi. Ramazon oyi bu riyozat oyi aslida. Inson nafsini tarbiya qiladigan oy. Albatta. Ramazon oyi bu maishat oyi emas. Ko'pchilik hozir mana Ramazonga tayyorgarlik deganda shunday tushunadiki, ha, Ramazon kelyapti deb ko'proq oziq-ovqatni olib kelib uyimga g'amlab qo'yishim kerak. Hatto taomnomalarda tuzib, iftorga mana bu ovqat, saharlikka bu ovqat, yo'q, bu o'zi aslida bu nafsni tarbiyasi. O'sha ovqatlardan bir oz o'zini tiyib, bir tarbiya qilish, ozgina bo'lsa ham ochlikni his qilish. Chunki odam o'zini ochligini his qilsa, boshqa qorni ochga sal g'ami bo'ladi-da. Haligi maqol bekorga emas, qorni to'qni, qorni och bilan ne ishi bor deydi-ku. O'zini qorni to'qligini ham qadriga yetadi. Shu, agar ozgina ochligini his qilsa, ha, bu bitta ne'mat ekan degan maqsadda qilingan ibodat bu aslida. Shuning uchun juda ham iftorlikda, saharliklarda unaqa maishatbozlikka, dabdababozlikka aylantirmaslik kerak. Qolaversa, haqiqatda hozir o'sha iftorligi bo'lsin yoki saharligi bo'lsin, buni ko'rsatib dasturxonini ijtimoiy tarmoqqa joylash nafaqatgina o'zi asli bu iftorlik bo'lsin, o'zi inson yeyotgan taomini boshqalarga ko'rsatishligi o'zi makruh. Shuning uchun ham kitoblarimizda, qadimiy kitoblarda ko'chalarda odamlarga ko'rsatib taom yeyishlikdan qaytargan. Bu bizi madaniyatimizda ham yo'q. Bu narsani odam ehtiyotini qilib, bir joyda o'tirib, xoli iste'mol qilinadi. Qolaversa, iftorliklarda ham o'zi aslida bir oila davrasida o'tkazish kerak. Iftorni ham dabdababozlikka aylantirmaslik kerak. Bir narsaki shu yerda yana men muhtaram prezidentimizni eslab o'taman-da, eslamay ilojim yo'q. Chunki bu ham bir tarixiy voqea bo'lgan. Surxondaryo tajribasi deb biz keyin buni yuritdik. Surxondaryoga bordilar muhtaram prezidentimiz, o'sha Imom Termiziyni ziyorat qilib chiqib kelayotgan ayni shu Ramazon oylari edi, 2 yil avvalgi. Shunda bir taklif aytdilarki, menga qarab, domla dedilar, bu iftorliklarda bir kambag'al, yetim yesir, beva bechoralarni uyida ham qilish kerak emasmikan? Domlalarimiz ularni uyiga ham tashrif buyursa, chunki tan olib aytish kerak, domlalarimizni ham kim taklif qilsa boradi, kim taklif qiladi? Boy badavlat taklif qiladi. O'shalar kelga boradi. Kambag'al, muhtoj odamlar ham orzu qiladi, bir uyimizga bir ahli ilm kelarmikin, bizga ham bir duo qilarmikin. Mana shu narsani his qilgan holda prezidentimiz aytdilarki, uni iftorliklarini tashkiliy masalasini biz qilaylik. Davlat qilsin, lekin sizlar borib o'sha joyda kirib duo qilib, ularning holidan xabar olinglar deb aytdilar. Bilasizmi, men o'zim bir nechta shunday xonadonga bordim. Biz o'sha prezidentimizning shu tashabbuslarini butun respublikaga joriy qildik. Aytdikki, Ramazon oyida mana shunaqa kamchiqim iftorliklarni qilish bilan birga o'ziga juda unaqa to'q bo'lmagan, kam ta'minlangan, ba'zan kasallar, boshqalarning xonadonlariga kirdik. Kirganimizda ham, masalan, men o'zim kirganimda hamma hayron, haligi xonadon ahli hayron. Nahotki bizga shu muftiy kirib keldi shaxsan o'zlari. Men kirib aytdim, ajablanmanglar, men prezidentni mehmoni bo'lib keldim. Muhtaram prezidentimiz sizlarni oldingizga yubordi. Yoshi ulug' odamlarning ko'ziga yosh olib yig'laganini ko'rdim. Bizga Alloh taolo shunaqa prezidentni ato qilgan ekan deb yig'ladiki, nahotki deyapti, bir 80 ga kirgan otaxon aytayaptiki, shuncha tashvishlari, shuncha ishlari, qancha iqtisod siyosatdan oshinib, shu bizning xonadonlarimizda iftorlik qilishlikni ham o'yladim-ya deb o'sha joyda yig'lab haqlariga duo qildilar. Va bu odamlarga juda katta ma'qul ish bo'ldi. Shuning uchun bu yil ham biz niyat qilib turibmiz. Biz aytayapmiz, mana shu iftorliklarni imkon qadar shunaqa tartibda o'tkazsak. Va nafaqatgina kirib bu yerda aytaylik iftorlik qilib oziq-ovqatini berib, balki ularga yordam berib, nimaga muhtoji bor? Chunki Ramazon oyi, xususan bu zakot oyi, bu sadaqa oyi. Uni ham joy-joyiga berishlik. Mana shunaqa narsalarni qo'yib, haligi o'ta dabdababozliklardan o'zimizni saqlab, oila davrasida. Mana prezidentimiz bitta an'anani yo'lga qo'ydilar, har yili ajoyib bir iftorlik beryaptilar. Iftorlik beryaptilar. Men mana o'sha iftorlikdan bir narsani bildimki, qarang, mana oilada odatda ota
butun oilasini, bola chaqa, nabiralarini ba'zida bir dasturxonga to'playdi. Nima uchun? Ramziy ma'noda shu tushunib o'zi. Mehri oshsin deb hammani dasturxonga Diydorda gap ko'p, albatta. Prezidentimiz ham hammadan vakil oldilar. Hatto ishonasizmi, boshqa din vakillari ham mana keyin qatnashdi. Ular kambag'al bemorlar, nogironlar, aravachalarda ham hammani o'sha joyga to'plab turib, go'yoki bir yurtning otasi sifatida bir-biringlarga mehr qilinglar. Xuddi shunday. Bir dasturxonda o'tiribsizlar degan bir g'oyani oldimizga qo'ydilarda. Shuning uchun o'sha joyda duolar qildik, mana iftorlikda qatnashdik. Xuddi iftorlik shunaqa bo'lishi kerak. Iftorlik bir-birimizni qadrimizni oshiradigan, mehrimizni oshiradigan iftorlik bo'lishi kerak. U dabdababozlik bo'lmaslik kerak. U katta hammani chaqirib, katta to'yga o'xshab, o'zi isrofni oldini olish bo'yicha gapiryapmiz. Mana shuni iftorlikdan namuna qilib berishimiz kerak. Yashang. Va buni o'sha oila davrasida kichkinagina qilib, ko'proq kambag'al yetim yesirni holidan xabar olib, ularni uylariga ham kirgizib, ana o'sha men o'ylaymanki eng go'zal iftorlik bo'ladi. Ramazon oyi kirganda sun'iy ravishda oziq-ovqat mahsulotlarini qimmat qilib olishlikdan saqlanish kerak. Shuni qimmat qilib oladi. Axir muhtaram prezidentimiz arzonlashtiraman deb harakat qilyaptilar. Mana siz o'zingiz aytdingiz, Pokistonga borib ham dunyoning qayeriga borsa shu yoqqa oziq-ovqat olib kelyapti. U boshqa davlatlarga borib hatto chorva olib kelyaptilar. Prezident gaplashib kelyaptilar. Yarmarkalar uyushtiradi. Mana Ramazonda keltirib maxsus joylarga alohida shu Ramazon uchun oziq-ovqat mahsulotini Arzonlashtirilgan yarmarkalar. Hamma topshiriq beryaptilar. Lekin atiylatdan Ramazonda buni qimmat qilaman deyishlik bu durust emas. Aslida savdogarlarimiz, tadbirkorlarimiz Ramazon oyida barakasini umid qilish kerak. Chunki Ramazonda bitta qilingan ehsonga savobi cheksiz bo'ladi. 10 ta, 100 lab savob va'da qilinganda, boshqa oylarda 10 so'm foyda qilayotgan bo'lsa, bu oyda 1 so'm foydasi 100 so'mda barakasini beradi-da. Shuning uchun bu oyda biroz insof qilib, atiylatdan qimmatlashtirish bu yaxshi emas, ayniqsa oziq-ovqat. Aksincha arzonlashtirish kerakki, odamlar Ramazon oyini kutadigan bo'lsin. Bundoq qilib aytsak, hozirgi tilimiz bilan aksiya e'lon qilsin aslida. Mana boshqa kechirasiz, o'xshatmasak bo'lmaydi-da, endi aytmasam. Albatta. Boshqa dinlarda o'zini diniy bayramida aksiya e'lon qilyapti. O kelinglar, mana bayramimiz munosib bilan, Rojdestvo bilan yoki boshqa bilan arzonlashtirish. Bizni xalqimiz necha ming yillik musulmon xalq, Ramazon rahmat oyi, davlat rahbari bu oyda chiroyli o'tkazinglar deb qaror chiqarib turgan bo'lsalar, hamma imkoniyat berib turgan bo'lsa, endi insof qilish kerak-da. Aksincha hamma o'sha aytaylik kam ta'minlangan oilalar ham farzandiga nimadir olib berishlikni Ramazonga mo'ljal qiladigan qilib qo'yish kerak. Bolam to'xtab tur, Ramazon kirsa hamma yo'q arzon bo'ladi. Savdogarlar insof bilan ish qiladi. Shunda men senga olib beraman deydigan narsani Ramazon oyida qilish kerak. Men shuning uchun hammaga shu murojaatimni qilib qolardim. Albatta biz yana ulamolar nomidan murojaat, butun masjidlarda murojaat qilmoqchimiz. Iltimos, Ramazonda bayram, chiroyli kayfiyatda o'tkazaylik. Ramazon kelayotganligi uchun kam ta'minlangan kambag'al odam xafa bo'lib qolmasin, aksincha xursand qiladigan qilib beraylik. Bu shukronalik bo'ladi. Bu bizning murojaatimiz. Va qolaversa, bu Ramazon oyida har bir odam o'zini qilayotgan ehsonini o'z joyiga qilib, Ramazonda muruvvat oyiga aylantirish kerak. Oldiga shunaqa shior qo'yish kerak. Inshaalloh mana shu bu yilgi niyatimiz butun xalqimizni shunga bir uyg'otish. Ko'p yillardan beri, hattoki bir asr oldin ham bizni o'sha jadid bobolarimiz aytgan bir o'sha millatimizni bir o'ziga xos bir kamchiligi deymizmi? Shu tuzata olmayotgan bir masalamiz bor. Bu albatta o'sha isrofgarchilik, to'y va marosimlarimizni o'sha nima deydi, dabdababozligi va u yerda ortiqcha isrofgarchiliklarga yo'l qo'yayotganimiz masalasi. Mana yaqinda o'sha maromiylik degan bir ibora paydo bo'ldi bizning jamiyatda. O'sha ma'naviy, ma'rifiy yo'nalishdagi bir qator tashkilotlarimiz birgalikda bu borada bir muayyan bir ishlarni tashabbus bilan chiqdilar. O'sha isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik. Aslida qaraganda bu asosiy xalqimizning qalbidagi, ko'nglidagi gap o'zi.
Judayam bu taklifga biz hech masalan bunga norozi bo'lgan odamni ko'rmadik. Lekin shunga bilasizmi, qandaydir bir jiddiy qadam. Balkim mana shu bizni ulamolarimizni ham bir o'rni bo'lish kerak deb tuyulyapti. Chunki endi o'sha siz aytmoqchi eng katta tadbirlarimiz, ma'rakalarimizda ham albatta ulamolarimiz bosh bo'lib bu yerda ma'ruza qilishadi, amr ma'ruf bo'ladi. Shu ma'noda bizni ulamolarimiz mana shu musulmonlar idorasini vakillarini o'rni qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Juda to'g'ri aytdingiz. Haqiqatda mana shu to'y tadbirlarimiz bo'lsin, marosimlarimiz bo'lsin, to'g'risi bu siz aytganingizdek bir necha yillardan beri bizni qalbimizga ko'p ozor berib kelyapti-da. O'zi asli bu xursandchilik, bu shukronalik aslida. Lekin o'ylantiryapti. Shu to'y dabdabasidan qaytarish. Odamlarni maqsadi to'y qilish degan maqsadga kirishib qoldi. Men hattoki bir jumada odamlarga murojaat qilib aytdimki, oqsoqollarimizga, otaxonlar, kelinglar endi duoda ham bir o'zgartiraylik. Sizga biror odam yaxshilik qilsa, qo'lingizni ochasizda, ilohim topganing to'ylarga buyursin. Topgani to'yga buyuryapti-da. Bolam, menga yaxshilik qilding, bolang olim bo'lsin, farzanding kamoliga yetsin. Albatta. Duolar. Qarang, nima uchun ayni to'y? Chunki qandaydir to'y hayotni mazmuniga aylanib qoldi. Faqat to'y bilan ovora bo'lib qolinyapti. Ana o'shuning uchun mana jadid bobolarimiz bundan 100 yil avval ham Allohim xalqimni to'y balosidan asra deb duo qilgan ekanlar. To'y balo emas o'zi, bu ne'mat. Lekin ofati mana shu isrofda. Dabdababozlikda. To'ydan ko'zlangan maqsad nima edi? To'ydan ko'zlangan maqsad odamlarga, xalqqa shu yangi bo'lgan oilani e'lonini bildirib qo'yish. Bildirgi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunaqa deganlar. Mana Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu degan bir sahoba bo'lganlar. Bu sahoba eng badavlat sahoba. Dunyodagi eng badavlat, hozirgi hisobimizda ham u Abdurrahmon ibn Avfdek badavlat odam hali insoniyat tarixida chiqmadi. Juda badavlat bo'lgan agar hozirgi mablag'ga almashtirsak. Hadisda keladi, Imom Buxoriyda keladi bu narsa. Bir kuni mana shu Abdurrahmon ibn Avfni ko'rib qoldilar payg'ambarimiz alayhisalom. Ko'rsalar, unda yangi kuyov bolalarda bo'ladigan, kuyov yigitlarda bo'ladigan alomat bilinib turibdi. Ularda shunaqa yangi uylanganlar o'ziga zafaron qo'shilgan atir separ ekan, bu izidan chiqib yangi kuyov ekan deb bilar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom ko'rdilarda, "Mahyam ya Abdurrahmon" dedilar. "Iya, qulluq bo'lsin. Sen kuyov bo'ldingmi?" dedilar. Shunda Abdurrahmon ibn Avf, "Ha, shunday" deydilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "Avlim va law bishat" dedilar. "Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin" dedilar. Qarang, milliarder odamga bitta qo'y so'yib to'y qilish taklifini beryaptilar. Agar bugun Abdurrahmon ibn Avfdek zot 10 ta qo'y so'yib to'y qilsa, ertaga boshqasi 20 ta bo'ladi. Keyin 100 taga aylanadi. Ayni bizda shu muammo bo'lgan. Bugun bittasi qilgan, ertasiga 2 ta qilgan va bu asta sekin odamlarga o'z ko'rsatmalikka aylanib ketdi. Va bu juda katta isrof bo'ldi. Qolaversa, bundan ihson, sadaqat degan mantiq ham yo'qoldi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning juda ham bir nozik bir gaplari bor, aytadilarki, solinadigan dasturxon ihsonlarda eng yomoni, qarang, solinadigan dasturxonning eng yomoni qorni ochdi o'rniga qorni to'qti chaqirib qilinadigan mehmondorchilik dedilar. To'ylarimizga qaraylik, qayerda qorni och kelyapti. Hamma kazo keladi. Yana hozir qancha obro'li odam kelsa, to'y qiluvchiga shuncha obro' emishda. Shunday tasavvur qiladi. Tasavvur bo'lib qolgan. Aslida bu o'zi yetim, yesir, beva, bechora, faqir, fuqaro va qavmi qarindosh yaqinlari bilan mo'jazgina o'tkazib, sizlar eshitdinglar, guvoh bo'linglar, mana biz oila qurdik. Mana bu bizni uyimizga kirib chiqib kelib yurgan qiz endi bizni qizimiz degan ma'noda qilinadi. E'lon bu o'zi aslida. Lekin bu o'ta dabdababozlik, o'ta isrofgarchilikka aylanib ketdi. Mana shuni qat'iylashtirish borasida bir takliflaringiz bormi? Qat'iylashtirish bo'yicha me'yoriylikda biz ham qo'shildik. O'sha shiorga qo'shildik. Mana isrofni oldini olish bo'yicha nuroniy mahalla fuqarolari yig'inlari va biz hammamiz birgalashib murojaat ham qabul qildik nimamizga. Va O'zbekiston musulmonlari idorasi alohida fatvo ham chiqarildi bu narsa bo'yicha.
Lekin endi yana ham qat'iyroq qilishligi uchun biz hatto o'sha diniy soha xodimlariga tavsiya beryapmizki, shunaqa iztirob bo'layotgan, dabdababozlik bo'layotgan joylarda ishtirok etmaslik. Oldindan tushuntiringlar. Odamlarga aytinglar. Sizni taklif qilib kelsa, siz ularga ayting. Qanday bo'ladi? Agar mana bunaqa tartibda o'ta isrof bilan dabdababozlik bo'lsa, biz kechiring, biz bora olmaymiz degan narsani aytishlikni joriy qilyapmiz. Lekin bu ham natija berishni boshlayapti. Chunki siz hali aytib o'tganingizdek, domlasiz hech qaysi marosim bo'lmaydi. Albatta, Prezidentimizning bir gaplari bor. Bizga imomlarning sha'nimizga juda bir ajib gap gapirganlar. Imomlar bitta insonni tug'ilib olamdan o'tguncha unga hamrohi bo'ladi deganlar. Ya'ni tug'ilganda qulog'iga azon aytadi, uylanganda nikoh qiladi, olimdan o'tsa janozasini o'qiydi. Demak, bitta odamga butun umr hamroh bo'ladi. Shuning uchun domlalar, imom domlalar sizlarga juda ko'p narsa bog'liq deb prezidentimiz gapirganlar. Shuning uchun biz albatta endi bir qattiqroq ham chora ko'rishimiz kerak. Qattiqroq turishimiz kerak. O'zimiz namuna bo'lib berishimiz kerak bu narsalarda. Inshaalloh buni ham niyat qilib turibmiz. Agar ko'p gapirsak, o'sha jumalarda gapirsak, biz o'sha mana tarovihlarda, boshqalarda ham hozir suhbatlar, tezislarni tayyorlayapmiz. Imom domlalarga aytyapmizki, mana shunaqa paytlardan foydalanib, odamlarga shu gaplarni gapiraylik, tushuntiraylik deyapmiz. Ajab emas, endi bu aytaylik o'sha to'y marosimlarimizni ixchamlashtirish, isrof dabdababozlikni oldini olish bo'yicha hatto davlat rahbari darajasida, prezidentimiz darajasida bunga e'tibor qaratilyapti. Bu demak hammamizga bir yaxshigina bir dars, ta'lim bo'lishi kerak. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ko'p sa'y-harakatlar natijasida bugun o'sha haj va umra safarlari, ziyoratlarini bir chiroyli tarzda tashkil qilish va ularni soni, kvotalarini ancha-muncha oshirib olganmiz. Mana bugun umra ziyoratiga borish, bunday o'ylab qaraganda hech bir katta mablag' talab qilmayapti. Shunaqa. Juda ham osongina bu ziyoratni amalga oshirib kelish kerak, lekin bitta narsa baribir bizni o'ylantirmay iloji yo'q. Albatta shu umra ziyoratini o'zi bir mohiyati haqida. Bu mohiyatdan qanday ziyorat bu? Qanday ibodat? Va unga bizni masalan shu borayotgan xalqimiz, ahillarimizni qalban, ruhan tayyorgarligi. Shu ma'noda olaylik o'sha kam xarj oilalarga yordam berish. Mana shunday oilalarning farzandlarini o'qish, ilm olishiga ko'maklashish yoki hech qursa misol uchun o'zi o'qib mana shu darajaga yetgan maktabgadir, oliy ta'lim dargohigadir bir 4 ta kitobni olib borishda ham bir savoblari bor-ku. Umuman mana shuni bir savoblarini tushuntirish ma'nosida, umuman mana shu ziyoratlarga borishda bir qonun qoidalari va qalban, boya men aytmoqchi, ruhan odamlarimizni mana shunga tayyor bo'lib, mana shu ziyoratni qalbiga qabul joy qilishga bir tayyorgarlik nuqtai nazaridan ham bir men o'ylayman bir fikrlashsak dedim. Bilasizmi? Odamzod shunaqa bo'lar ekanki, ba'zan o'tmishni unutib qo'yar ekan. Tog'da, baland tog'da yashayotgan odam tog'ning salobatini bilmas ekanda, uzoqdan ko'rib aytar ekan odamlar, "Ha, bu tog' salobatlik" deb. Biz o'sha tog'ni cho'qqisida turib, bizga bergan Allohning shu ne'matidan ba'zida noshukrlik qilib qo'yapmiz. Ayniqsa mana o'sha haj va umrada. Bir paytlar sanoqli odam borgan. Umra to'g'risida tasavvur bo'lmagan, umraga borilmagan. Hajga sanoqli odam borgan. Yaqinlarda ham o'zi o'sha yurtimizdan hech qancha odam bormadi. Rosa ko'payganda 5000 borgan. Hozir muhtaram prezidentimizning o'zlarini mana shu ruxsatlari, tashabbuslari bilan, berilgan imkoniyatlari bilan 15000 odam hajga boryapti. Bu hazakam emas, 15000 odam hajga boryapti. 50 ta borgan butun ittifoq bo'yicha bir paytlar. Undan keyin biroz ko'paygan bo'ldi. Va o'shunda ham juda qiyinchilik bilan. Mana hajga hozir 15000 odam boryaptilar. Endi haj o'zi aslida bu farz ibodat. Qachon, kimga farz? O'sha Qur'oni Karimda bir oyat bor, hadisda ham keladi. Hajga haqida buyruq kelgan oyatda "Man istata'a ilayhi sabila" degan so'z ishlatiladi. Biz buni o'zbekchasini iborasida toqati yetgan deb aytib qo'yamiz tarjimalarda. Toqati yetgan. Aslida istatoa bitta toqat emas. Ya'ni imkoniyat darajasi, sog'ligi yetgan bo'lsa,
imkoniyat iqtisodi bo'lsa, shu iqtisodini sarflasa, bola chaqasi qiyin, o'zi qiyin ahvolga tushib qolmasa, yo'li ochiq bo'lsa, ijozati bo'lsa, hamma sharoiti bo'lsa, ana o'sha odam bu yoqdagi boshqa hamma masalalardan qutulgan, boshqa ibodatlar masalan qutulib, ana o'sha odamga endi hajga borish farz bo'ladi. Lekin hajga borish bu farz bo'lsa, bo'lmasa majburiyat emas. Bu masalan aytaylik, bir odamga Ramazon kunida mana roza kelyapti, agar shifokorlar siz roza tutsangiz sog'ligingizga zarar desa, u odam tutmaydi. Agar tutsa u gunoh qiladi. Chunki o'ziga qasd qilgan bo'ladi-da, o'ziga zarar keltiradi. U haj ham xuddi shunday, agar kimdir taqiqlagan bo'lsa, sog'ligi tufayli yoki boshqa sababli u odam ertaga qiyomatda so'ralinmaydi. Hamma imkoniyati bo'la turib boradigan odamga u farz qilingan. Endi umra esa bu ixtiyoriy, bu ziyorat bu. Umra qilmasa hech kim gunohkor bo'lmaydi. Lekin bizda shunaqa bo'lyaptiki, haj va umrani qilishlik, bajarishlik go'yoki bu shu bilan oxiratimdagi hamma narsamni aniq qilib qo'ydim. Ya'ni farzandlarda ham shunaqa bir noto'g'ri bir shakllanish orzu bo'lib qoldiki, albatta hamma farzandda bo'ladi bu orzu. Otasini, onasini o'sha Ka'bani oldida duosini olish, boshqa qilish, lekin bu ham imkoniyati bo'lsa hisobga olish kerak-da. Bir xilgilar o'zini jonini jabborga berib, qarz havola qilib bo'lsa hammani yuborishim kerak ekan. Falonchi yubordimi, men ham unaqa bo'lmaslik kerak. Bu aslida ixtiyoriy bo'ladigan narsa. Endi umrani qarang, bir paytlar yaqinda ham o'zi yilda 2 mavsumda borilar edi. Ramazonda, boshqada ozgina. Hozir endi kvota olinib salkam millionga yaqin odam umraga boryapti. Bir yilda mana haj vazirligining bergan ma'lumotiga qaraganda. Lekin siz aytganingizdek bizni ham juda ham tashvishga solayotgan, o'ylantirayotgan narsa hamma ham ma'naviy tayyormi shu yerga borishlikka? Kechirasiz-ku, shouga aylantirdi. Hamma o'sha yerga borib o'zini suratga olishlik bilan ovora bo'lyapti. Masalan, kimdir boryapti-da, o'sha joyda mana onasini olib boryapti-da, onasini hammaga ko'rsatib, videoda olib turib, o'sha joyda oyog'ini o'pib, "Onajon, mendan rozimisiz shu olib kelganimga?" deyapsiz. Sahna zo'r. Hamma ko'rsa havas qiladi, "Vo" deydi, ko'ziga yosh keladi. Lekin bu tomoni, tangani bu tomoni bor. Bu yerda onasi bemor bo'lib, onasini dorisi uchun ishlayotgan yigitni qalbiga hanjar uryapti u. Boshqa bir yigit buni ko'rib, onasi oldida o'zini juda noqulay sezyapti. Nima uchun bu yigit qilgan narsani men qila olmayman deb keyin o'zini o'tdan cho'qqa urib bo'lsa ham onamni men ham shunday qilishim kerak. Yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam jannat onani oyog'i ostida dedi. Onani rozi qilishlik bilan, otani rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyati shu yerda ham bor. Mana shu joyda ham bor. Qolaversa, odamlar borishdan maqsad nima o'zi? Savob. Savob nima degani? Savob amalimizni qiyomatda taroziga qo'yib tortish. Haqiqiy tarozi bo'ladi. Bir tomonga qilgan savob amallarimizni, bir tomonga gunoh amalimizni qo'yib tortadi. Shuning uchun odamlar savobni qiladiki, savob amalini tarozini pasangisi og'irroq bo'lsin deb. Shu maqsadda musulmon odam izlab yuradi, qaysi amalni qilsam ko'proq bo'ladi deb. Payg'ambarimiz alayhisolamda bir hadislari bor. O'sha umrani o'ziga aytaylik, shunchaki sayohat qilib olgan yoki bo'lmasa riyo qilib olganlar eshitadiganda Payg'ambarimiz alayhisolam aytadilarki, menga deydilar, bir musulmonda dunyo tashvishini ketkazish uchun bir qadam bosib harakat qilishligim mana bu meni masjidimda, ya'ni Masjidun Nabaviyda, Madinadagi Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishimdan yaxshiroq dedilar. Qarang, e'tikof bu Ramazonda chiqmasdan o'sha joyda ibodat qilishlikka aytiladi masjidda. Endi yana qayerdagi masjid? Masjidun Nabaviyda, o'zlarining masjidlarida, o'sha Ravzani oldida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa deyaptilar. Bu yerda bir oy Ramazonda chiqmasdan e'tikof o'tirgandan ko'ra bir musulmonda dunyo tashvishini ketkazishlikka bir qadam tashlab qo'yishlik bundan ko'ra yaxshiroq deyapti. Ana o'shuning uchun o'sha yerga ketadigan mablag'ini bitta qo'shnisini kam ta'minlanganda xursand qilishga sarflasin, kasal bemori bo'lsa davolashga sarflasin, bolasi o'qiyotgan bo'lsa talabaga sarflasin. Bitta umrani puli bitta yillik aytaylik o'sha o'qishini to'lovini, kontrakt to'lovini beradi.
ana o'shini bersin. Albatta. Bitta oilaga ilm uchun qancha ma'rifat bergan bo'ladi. Bitta kambag'alni ko'nglini olgan bo'ladi. Qolaversa payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, kim bu dunyoda bitta insonni dunyoviy tashvishini ketkizishga harakat qilib ketkizsa, Alloh uni qiyomatdagi tashvishini ketkizadi. Bu narsani bilib turib, demak, musulmon odam buni olish kerak. Bu hadeb riyo uchun boriladigan narsa emas bu. Unga ma'naviy nuqtai nazardan ham tayyor bo'lish kerak. Qolaversa, mana ulug' zotlarda hayotlarini o'rganganimizda, manoqiblari kitoblarini o'rganganimizda, hatto ulug' shayxlardan biri yo'lda ketayotib hajga shogirdlari bilan bir kambag'al oilani ko'rib qoldi. Haligilarning o'ta muhtojligini bilib, hatto ular o'sha chiqindi xonadan taomlarni olib yeyotganini ko'rgandan keyin sheriklari bilan butun topgan hajga olib bormoqchi bo'lgan mablag'ini haligi odamga berib, biz bu yil ibodatimiz shu yergacha ekan deb orqaga qaytib ketgan ekanlar. Bunaqa misollar qancha bor? Bunaqa misollar qancha? Shuning uchun haqiqatda ham umralarning ochilishligi, hajni kengayishi bu juda katta ne'mat. Va lekin buni suiiste'mol qilmaslik kerak. Bu haj bo'yicha bizga yaratilayotgan imkoniyat hech qayerda yo'q. Davlatimiz rahbari har yili hajda men bilan telefon gaplashadilar. Qaysi dunyoda shunaqa bor? Qaysi dunyoni, mana insof bilan aytaylik, qaysi davlatni prezidenti shunday qilyapti? Haqiqatda hali oqsoqolda eslab o'tganimdekda shuncha tashvishlari, siyosat, bu yoqda iqtisod, bu salkam 40 million odamni tashvishi turgan rahbarimiz. Yana hojilar nima qilyapti ekan deb telefon qilib mendan so'rab, o'sha rahbari sifatida nima bo'lyapti, hojilarimizning ahvoli qanday, ular nima qilyapti degan savollarni beryaptilar-da. Bu juda katta. Shuning uchun ham javobiga nima qildik biz? Arofatda turib, yelkaga ihromni tashlagandan keyin o'sha joyda biz ont ichdikki, borgandan keyin hajni kutib olish dabdababozligini tark qilamiz deb. Allohga shukr, shu tark bo'ldi. Mana kelgandan keyin to'xtadi. Va o'sha yerdan kelayotganlar endi hojidan kelganlar o'zlarini bir ma'naviy targ'ibotchiga aylantirishlikni va'da berdilar. Afsuski umra bunday bo'lmayapti. Chunki umra siyohiy boryapti, shu tayyor emas odam boryapti. Lekin buni ham biz endi hozir mana choralarni ko'rib, ayni o'sha aytaylik, bu sayyohlik shirkatlari orqali umraga borayotganlarga ham ularni olib kelish guruhi rahbariga biz bittadan imom beraylik deyapmiz. Borsin, u borib u yerga ularni ma'naviy tushuntirib kelsin. Albatta. O'sha riyo nima, u yerda xo'ja ko'rsinlik nima, u yerga borgandan keyin u yerda faqat o'zi duo qilib, ibodatini qilib kelish kerak. Boshqa narsa yo'q. U yerda kimgadir nimani ko'rsatish uchun borilmaydi. Mana shu narsalarni ham inshaalloh biz yo'lga qo'yamiz. Mana muhtaram prezidentimiz bir qator yillardan beri juda jiddiy o'sha ham tayyorgarlik, ham o'sha sa'y harakat, mehnat o'zlari, mana siz o'zingiz guvohsiz, birga bordilar. Mana masalan o'sha Samarqand viloyatida Imom Buxoriy ziyoratgohining butunlay qayta qurilishi yoki mana islom sivilizatsiyasi markazining paydo bo'lishi. Bu har ikki go'zal inshootning mohiyatida mana shu bizni ota-bobolarimizni ham islomga, ham dunyoning tamadduniga qo'shgan juda ulkan hissasi mujassam bo'lib turibdi. Ya'ni ma'lum ma'noda o'sha bizni dinimizda ham aytilgan o'shaligi beshikdan qabrgacha ilm izla degan gapni bir ham dinning ham ilmning uygun ekanligini bir namoyish etadigan bir ikkita bir go'zal ibrat namunasi deb aytishimiz mumkin. Shu ma'noda bizni mana shu ikki inshoot men nazarimda ham ziyolilarimizni, ham mana shu ulamolarimizni qalblariga bir katta g'urur va iftixor beradi birinchidan. Bu butun Markaziy Osiyo, Turkiy davlatlar, dunyodan kelganlar mana e'tirof eta boshlayapti bu ikki inshootni, qanday inshoot bo'lganligini. Va qolaversa millatimizni, zaminimizni qanday bir go'zal bir zamin, maskan ekanligini, bu joyda kimlar yashab, kimlar ilmga, tamaddunga hissa qo'shganligini. Ikkinchi, o'sha faxr va iftixordan tashqari yana bitta narsa, bu bizni yelkamizga qo'yayotgan juda katta mas'uliyat deb o'ylayman. Biz mana shu tariximizga, mana shu bobolarimizga munosib ham ilmda, ham dinda, islomda ham shularga bir munosib bo'la olishimiz. Biz bugun mana shu ma'noda o'zimizni bir
siz endi shu ulamolarimizni oqsoqoli sifatida, ulamolarimizni yetakchisi sifatida bugungi ahvolimiz haqida, bugungi bizni dunyoqarashimiz va oldimizda turgan bir ulkan qo'yishimiz kerak bo'lgan maqsadlarimiz haqida nimalar xayolingizdan o'tadi? Islom sivilizatsiya markazi Imom Buxoriy hazratlarini muborak marqatlari, bu yerga obodlik, bu majmua man nafaqatgina aytaylik bizni O'zbekiston xalqi uchun, balki musulmon ummati uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan tuhfa deb bilaman. Allohning katta ne'mati va prezidentimizning tuhfasi bo'ldi. Haqiqatda chunki u bitta bizniki emas, u butun ummatniki bo'ldi. Keling mana shu ikkalasini haqiqatda aytib o'tgandik. Islom sivilizatsiya markazi. Bu sivilizatsiya markazi nima o'zi aslida? Bu mana Alloh nasib qilsa ochiladi, butun dunyo hali kelib ko'radi. U yerdagi maqsad shu bizni jonajon vatanimiz, bizni yurtimiz o'sha birinchi renessans bo'lsin, ikkinchi renessans hammasiga o'zini poydevorini qo'ygan ekanligini ko'rsatish. Mana 3-chi renessans harakatida, niyatida inshaalloh. Bu butun dunyo tan oladigan katta o'zgarishlar. Umid qilyapmiz, orzularimiz oldida va bunga yarasha harakat bo'lyapti. Inshaalloh hali butun dunyoga o'sha o'tmish ajdodlarimizni merosxo'rlari qaytadi. Sivilizatsiya markaziga kirgan odam, muhtaram prezidentimiz buni nafaqatgina aytaylik bino, endi bino o'zi mahovatini gapirishning hojati yo'q. Tashqaridan ko'rgan odam ham, ichkariga kirgan odam ham u yerdagi bo'lgan go'zallikni, u yerdagi san'atni ko'rib qoyil qolmay iloji yo'q. Har qanday odam. Lekin shu bilan birga prezidentimiz doim bir gaplarni aytadilar. Bino qurish alohida bir narsa deydilar. Lekin uni ichi-chi, uni ma'naviyati, mazmuni bor deydilar. Hatto masjidda ham aytadilar shuni. Masjid qurib qo'yish mayli, lekin uni mehrobchi, mehrobida turgan da'vat, u yerdagi ma'naviyat nima bo'lyapti degan savollarni beradilar. Yoki shifoxona qursa ham aytadilar, mana shifoxona xo'p, hamma narsani olib kel, lekin buni ilmligi qani? Xuddi shuningdek sivilizatsiya markazi ham bu mahovat, bu go'zal va shu bilan birga uni ichiga alohida e'tibor qaratildi. Birinchidan kirgan odam agar vataniga nisbatan muhabbati, g'ururi bo'lsa, o'shini bir aylanib chiqqandan keyin har qanday yoshlarimiz bo'lsin, har qanday shu xalqimizni fuqarosi bo'lsin, chiqqandan keyin o'zini yurtiga bo'lgan g'ururi, iftixori ortib ketadi. Prezidentimiz ham xuddi shunday dedilar. Bu yerda kirib chiqqan yoshlar dedilar, kimi avlodi ekanligini bilsin dedilar. Shuning uchun ana u yerga kirganda o'sha aytaylik butun ajdodlarimiz, o'tgan ulamolarimiz, hatto islomgacha, islomdan avval ham bizda sivilizatsiya bo'lgan, undan oldin ham bizda rivojlanish bo'lgan. Butun dunyo tan bergan holatlarda yashagan. Islom kelgandan keyin esa butun dunyoga endi islom sivilizatsiyasini ko'rsatib berdi. Qarangki, Zamaxshariy hazratlari o'zlari Xorazmda tug'ilib, Jorulloh laqabini olib, ya'ni Allohning qo'shnisi laqabini olganlar, chunki Ka'batulloh oldida ijod qilganlar. O'zlari shu yurtdan, Mavorinnahr yurtidan, bizni O'zbekiston yurtimizdan, Xorazmdan borib turib, arab grammatikasiga asos solganlar. Arablar hozirgacha shunga tan olishadi va tan berishadi. Yoki Imom Buxoriy hazratlari bu yerdan borib sahih hadislarni ajratib berishlari. Ya'ni islom sivilizatsiyasiga ham hissa qo'shdilar. Va shuning bilan birga aytaylik o'sha dunyoviy ilmlardan Ibn Sino bo'lsin, Biruniy bo'lsin, Al-Xorazimiy bo'lsin va boshqa o'tgan ajdodlarimiz qanchalik dunyo tamadduniga hissa qo'shganlar. Bularning hammasini mana shu sivilizatsiya ko'rsatib beradi. Meni faxrlanadigan bugun narsam, qarang, agar sivilizatsiya markaziga kirsangiz, eng mahovatli, eng go'zal va eng fayzlik bo'lmasi bu Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning mushaflari turibdi, Qur'on. Bu Qur'on bir paytlar Amir Temur bobomiz tomonidan bu yoqqa keltirilgan, Bag'doddan keltirilgan. Bu Qur'on agar tili bo'lsa ko'p narsani guvohi. Agar bu o'sha Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davridan, Hazrati Usmon shuni o'qib o'tirganlarda shahid bo'lganlar, hatto qoni sachiradi. Qonlari ham bor. O'sha yerda turibdi. Buni UNESCO necha marta o'rganib bunga sertifikatini berdi, o'shani haqiqiy ekanligiga. Endi u Qur'on ham hali bu qorong'i zulmatda, hali bu sondiqlarda, bu yillarda yurdida
bugunga kelib o'zini haqiqiy maqomini, o'zini joyini topdi. Avval ko'rgandan ko'ra hozir kirsak ko'zimizga yosh kelyapti. Chunki u yerda o'ziga yarasha bo'ldi. Nega buni shunday qildilar prezidentimiz? Mana shu qadriyat, Qur'on bu joydan nur chiqib tursin. Kirgan odamlar shuni ko'rsin. Demak, bizni ajdodlarimiz shunday tabarruk bu Qur'onni saqlab kelgan. Bu hali butun dunyodan ziyoratchilar bilan to'lib turadigan maskanga aylanadi. Endi Imom Buxoriy majmuasi esa butunlay boshqa. Imom Buxoriy hazratlari shu yurtdan chiqib ketib, butun dunyo bo'yicha aylanib, bir necha davlatlarda yurib ijod qildilar, yozdilar. O'sha sahih hadislarni to'pladilar. Ya'ni butun umrini ilmga bag'ishladi va oxiri qaytdilar vatanga. Yo'lda kelayotganda qaysi davlatdan o'tsa shu davlatning podshohi kutib olib, o'zini davlatini qoziligini taklif berdi. Qozi bo'ling dedilar, vaziri a'zam bo'ling dedilar. Lekin Imom Buxoriy hazratlari aytdilarki, "Men qiyomatda Allohning huzuriga borganda o'zingni vataningga nima qilding degan savolga qanday javob beraman?" dedilar. Bu bizni yoshlarimiz uchun tarbiya. Toki vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan mas'uliyat uchun Imom Buxoriyda o'rganiladi. Endi Imom Buxoriy kelganlardan keyin tan olishimiz kerak, o'shinga yarasha hurmat ko'ra olmadilar. Fitnaga uchradilar. Buxorodan chiqib ketdilar va mana shu Hartang qishlog'ida Alloh taolo ruhini qabz qildilar. Undan keyingi holatlarda ham men aytamanki, Imom Buxoriy hazratlari o'z vatanidan qadr topaman, xizmat qilaman deb qaytib kelganlaridan beri necha asr, necha yil o'tgan bo'lsa, bugungidek qadrlanmagan. Bugun Imom Buxoriyning haqiqiy qadrini muhtaram prezidentimiz qaytardilar. Buni yig'lab duo qiladigan ish. Mana eslaylik, qayerda turardilar? Bu chuqurlikda 4 ta odam ham tusha olmaydigan. Bugun muhtaram prezidentimiz shunday qildilarki, kirganlar Imom Buxoriyni nafaqatgina ziyorat qilsin, balki ularni qoldirgan ilmiy merosni o'rgansin deb yoniga bir go'zal muzey qildilar. Unga kirgan odam hozirgi tarbiyani oladi. Uni o'rganib, bu axir Imom Buxoriy vatan ishqida ketibdilar. Vatan uchun kelibdilar. Men nima qildim degan savol keladi. Va Imom Buxoriyni to'plab bergan hadislari ham insonlarning insoniylikka targ'ib qilganligini o'rganiladi. Bu katta bir ilmiy majmua bo'ldi. Bu yerda bitta masjid emas, katta bir majmua. Qolaversa prezidentimiz Alloh umrlarini uzoq qilsin, qaysi ulamoning qabrini yotgan marqatlarni obod qiladigan bo'lsa, albatta o'sha asarlari ilmiy tarzda o'rganish topshirig'ini beryaptilar. Va Imom Maturidiy bo'lsin, bu aytaylik mana Buxoriy bo'lsin, Termiziy bo'lsin, hammalarini asarlarini o'rganishga tavsiya beryaptilar. Shuningdek Imom Buxoriy. Imom Buxoriy majmuasi bu butun dunyo ummati uchun faxr bo'ladi. Men butun dunyodagi muftiylar, ulamolar bilan ko'rishganimda Hindistonda va boshqa diyorda Imom Buxoriydan dars berib kelayotgan ulamolarni ko'rdim, shayxlar. Yig'lab turib aytayaptilarki, biz eshitib turibmiz, yuragimiz talpinyapti, Alloh nasib qilsa deyapti. Men shogirdlarimga Imom Buxoriyning ijozasini o'sha yerga borib beraman deyaptilar. O'sha ziyorat qilib shu joyda ijoza beraman deyaptilar. Bu juda katta faxr. Mana shu ish bu muhtaram prezidentimizning qilgan butun ummat uchun katta tuhfalari bo'ldi. Men o'ylaymanki, mana bizga Imom Buxoriy ordenini berdilar muhtaram prezidentimiz. Imomlarimizga berdilar. Biz hammamizni doim ichimizda bir gap bo'ldiki, aslida mana shu Imom Buxoriy ordeniga loyiq zot o'zi prezidentimizlar. Chunki bu xizmatni hech kim qilmagan. Hurmatli muftiy hazratlari, suhbatimiz yakunida endi Ramazon oyi arafasida turibmiz. Mana shu xalqimizga, shu musulmon mana ummatlarimizga deymizmi, mana shu o'zingizning ko'nglingizdan kechayotgan bir istaklar, tilaklarni bir biz bilan o'rtoqlashsangiz. Ramazon oyi bu Allohning rahmati yog'iladigan oy. Bu oy duo oyi. Ayniqsa dasturxonda o'sha iftorlik mahalda, saharlik qilganda duo mustajab. Chunki Alloh taolo o'sha kunlarda o'zini rahmatini yog'dirib, mendan bandam nima so'rarkin deb turar ekan. Shuning uchun duo qilinadigan joy. Bu oyda duo qilish kerak ko'proq. Yaxshiliklarni duo qilish kerak, fazilatni duo qilish kerak. Va men muftiy o'laroq iltimos qilgan bo'lardimki, duolarida faqat o'zini emas,
xalqni duo qilish kerak, vatanni duo qilish kerak. Chunki odam o'ziga duo qilsa u baxil bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganki, agar bir odam bitta g'oyibdan bir do'stiga, bir birodariga duo qilib, Allohim shunga baraka ber, umr ber, rizq ber, mol dunyo ber, baxt ber desa, bir farishta muakkil duo qilib, o'sha narsadan senga ham 2 hissa deb turar ekan. O'ziga ziyodasini so'rar ekan. Endi xalqni birga qo'shib duo qilsa, xalqiga, vataniga duo qilsa va eng asosiysi yurtboshiga duo qilish kerak. Chunki ulug' zotlardan biri aytgan ekanlar: agar menda bitta duo qabul bo'lish imkoniyatini Alloh berib qolsa, ya'ni bitta duo bo'lsa-ki, shu duoyimni Alloh qabul qilaman deb va'da bergan bo'lsa, men yurt rahbarini duo qilardim. Chunki o'ziga duo qilishlik u bitta o'ziga, lekin yurt rahbariga duo qilishlik butun yurtga bo'ladi. Nima uchun men buni aytyapman? Men Ka'baning ichida peshonasini sajdaga qo'yib, xalqini duo qilganini ko'rgan odamman. Bu yerda mubolag'a qilib bo'lmaydi. Ka'baning ichida bo'lgan voqeani mubolag'a qilib yoki yolg'on qo'shishlik juda gunoh. Men qiyomatni o'rtaga qo'yib aytamanki, haqiqatda ham ko'zimdagi yosh to'xtamagan o'sha Ka'batullohda eng duo qabul bo'ladigan joylarida ham xalqim, yurtim deb duo qilgan yurt rahbarini bugun iftorlik ustida duo qilish xalqimizning vazifasi. Javobi inshaalloh men umid qilaman xalqimizdanki, iftorlik va saharliklarda yurtboshi haqqiga, davlat rahbari haqqiga, xalqimiz haqqiga, go'zal vatanimiz haqqiga duo qilishlari kerak. O'sha duo qilayotganlar ichida kimisi avliyo Alloh biladi. Chunki mana yomg'ir so'rab butun masjidlarda duo qildik, yomg'ir qordi, qanchalik serob bo'ldi. U domlalarda o'zini duosi emas, u qavmning ichida kim Allohning do'sti bilmaymiz. Shuning uchun u xalqimiz ichida kimisidir Allohning do'sti. Agar ular birgalashib bizni saharlik va iftorlikda yurt, vatan, yurt boshi haqqiga duo qilsalar, bundan ortiq baraka bo'lmaydi. Inshaalloh Ramazondagi eng katta yutug'imiz ham mana shu saharlik kezlarda qilgan xayri duolarimiz bilan bo'ladi inshaalloh. Katta rahmat muftiy hazratlari. Bugun sizni suhbatingizni olib, men o'ylaymanki, mana tomoshabinlarimiz, bizni ko'p ming sonli mana shu ko'rib turgan yurtdoshlarimiz ham katta bir ma'naviy quvvat oldilar. Sizga kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu muborak oyimiz kutganimizdan da ziyoda o'sha haqiqiy muruvvat oyi, haqiqiy saxovat oyi, haqiqiy bir e'tiqodimizni namoyon qiladigan oy bo'lib, yuzlarimiz hamisha yorug' qilsin. Sizga ham kuch-quvvat tilaymiz. Aziz do'stlar, shuning bilan bugungi 100+ loyihasining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Sizlarga ham mana shu muborak oyda ezgu niyatlaringiz hammasi ijobat bo'lishini tilab qolamiz. Xayr, sog', salomat bo'ling.